Mana shu pasportni ko'ryapsiz. Men sizga atigi kuniga 35 ming so'mdan to'lab olinadigan elektron labo topib qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin. Arzon joyi kelganda bosib olish kerak. Buni mazaligini qaranglar, sizlar uchun zo'r skuterlarni joyini topib qo'ydim. Mana shu skuterdan mingim kelyapti, minishni bilmayman. Naqd pulga sotib olishga imkoniyatingiz yo'qmi? Mana bu skuter atigi 13 ming so'mdan boshlanadi. Albatta, kunlik to'lovga hattoki 6 ming so'mdan boshlanadigan skuterlari ham bor. Ha, deb pasport deyapmanmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bir dona pasport bilan Smart Motoga kelib, skuter hamda elektriskiy labolarni kunlik oylik to'lov qilib, xarid qilib ketishingiz mumkin. Hammalaringni Smart Motoda kutamiz. Farg'onaliklar, Rishtonliklar hamma joydan kelsalar bo'laveradi. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Ozoda, manzilimizni tushuntirib bering. Bo'ldi, tushuntiraman. Manzilimiz Rishton tumani, Pajariy, ya'ni yong'in xavfsizligini yonida joylashgan. Hammalaringizni Smart Motoda kutib qolamiz.